Assalomu alaykum qizlar. Bugungi zakazimiz ham tayyor bo'ldi. Bugun 3 ta klientimiz zakazlarini chiqaramiz. Sizlarga bitta obzor qilib ko'rsataman. Bular bunisi bitta klientimiz zakazlari. Birinchisi mana shunaqa smola ободок, золотистый цветda zakaz qilgandilar qizlar. Buni ko'rishingiz mumkin. Sifati juda ham chiroyli, a'lo. Taqqanda ham yengil. Ikkinchi ukrasheniyamiz mana shunaqa juletka zakaz qilgandilar. Bu juletkadan juda ham ko'p yasayman qizlar. Shu sezonni o'zida bir 30 tala zakaz chiqardim. Ham juda ham chiroyli turadi, adreslar bilan ham hamma kiyimlar bilan ketadi. Rang tanlamaydi, mana ko'rishingiz mumkin. Hamma ranglardan ishlatilgan. Hammasi shisha ko'z qizlar. Bu hijobsiz qizga bo'lgani uchun taroqcha qo'yganman, sochlariga ildirib taqishlari uchun. Ikkinchisi mehrimoh. Hozir bilasizlar, tilla qoshlar o'sha urfdan qoldi. Mana shunaqa mehrimohlardan yasatiryapti hamma kelinlarimiz. Bu kelinimiz ham yasatgan. Ko'yliklariga moslab, orqalariga shunaqa aksessuarlar qo'yganman. Ya'ni ham chiroyli ko'rinsin deb. Mana qizlar, ko'rishingiz mumkin. Sizlarga yoqdimi, yoqqan bo'lsa, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimni qoldiraman. Keyin bunga moslab milliy zirek. Qizlar, milliy zirek mana shunaqa chiroyli zebogardon, нежный zakaz qilgandilar. Klientimiz zakazlari turizmini oshgani uchun mana shunaqa ободок podarka qildik qizlar. Oddiy narsa emas, mana chiroyli ободок. Arzimagan zirek yoki nimadir sovg'a qilganim yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol dastavka bor, 12 ta viloyatlarga zakaz qilishingiz mumkin.